Assalamu alaykum. Hürmetli kardeşler. Bugün işek oğlu işekning derdini anlatımız. Biz köp vaqtlarda haqsizlik qilgan, zulm qilgan, yomonlik qilgan insonni ko'rsak, hayvon yoki ishak deymiz. Biz shundoq deyish orqali hayvonlarga va ishakka haqsizlik qilgan bo'lamiz ekan. Chunki hayvonlar ve işekler ma insonniki zalimlerden eskemasken asli. Bir günü bir işek balısı yani təxə açlıq elan qıptı bir qotanda. Bir qancha gün hech kim yemabdi. Yemagandan keyin faqat mag'dur chikibdi. Undan keyin bir böcekdi shunda qapoqni tutib yotadi ekan. Dadasi kelib, "Ey balam, nima bo'ldi? Faqat haling yo'q va seninki ko'nglingning tavi yo'q-ku" desa, "Dadam, şu insonlar meni bak ranjitdi. İnsanlardan bak xafa bo'ldim men" dedi. Dadasi, "Ay balam, insonlar olsa nima chatiqi? Ularning hayoti o'ziga, sening hayoting o'zingga, insonlarning nima chatiqi sen bilan? Nima ishga ranjib yursan ulardan?" Degandan "Ya dada, bu insonlar birer yomonlik qilgan, haqsizlik qilgan, oyda eski odamlarni ishak o'g'li ishak deb turlaydi. Onun bizden nima munosabatimiz bor? Ishakning va ishak o'g'lining bu eski odamlar bilan nima munosabat bor? Nimishqi bizni endi haqorat o'rnida bizning ismimizni tilga oladi?" Degandan dadasi endi buningga bir javob beray deb nima deyishini topolmay turib qoladi-da, nima deb tasalli bersam bu balamga deb. Birdan turib, "Balam, sen biz ishaklarni bilsan-ku, bir-birimizning haqqini yevolmaymiz. Bir-birimizga haqsizlik qilmaymiz, shundaqmi?" "Ha-a." Bir-birimizga o'rik olmaymiz, shundaqmi?" "Ha-a." "Birimizga yomonlik sig'inmaymiz. Birimizning yo'lini to'smaymiz." "Shundaqmi?" "Ha-a, shunday." "Ammo insonlarni bilamsan? İnsanlar birbirinin haqqini yeydi. Bir-biriga o'rik ollaydi. Bir-birining vatanlarini mustamlik qilib oladi. Bir-birining g'ayvatini qiladi. Bir-birining obro'yini tushiradi. Bir-biriga hasad qilishadi, dushmanlik qilishadi. Bularning hech qaysi bizda yo'q. Shundoq emasmi?" "Ha, shundoq." Uningdan keyin yana insonlarning askilari mushu qilmishlari bilan oxiri do'zaxga kirdi. Ammo biz bo'lsak do'zaxga kirmaymiz. Unda da Qosimi yaxshi ekan. Degani biz yaxshi o'xshaymiz dada dedi. Anda da balam, bizning ishak o'g'limiz, sening ishak o'g'ling bilan ashuni faxrlangin. Boshqalar nima desa desin, bizning shu eshakligimiz insonning zolimlaridan yaxshi deydi ekan. Shuning bilan o'g'li, ya'ni ishak o'g'li ishak tamoq yeyishga boshlaydi ekan.